Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoimiz yilimiz boshidagi Islom bugun 1-yanvar 2006-yil. Hammamizga omadli yillardan bo'lsin shu. 25dan hammaniki omadli deymiz. 26dan shu hayırlı barakali yil bo'lsin. Xullas. Bu obzor etadigan xonadonimizga kelsak, obunachilarimiz eski hammom yonida joylashgan ekan. 4 qavatli binomiz 4-qavatda joylashgan. Faqat ijara sotilmaydi ekan. 1-qavatlar noto'g'ri 3 xonali ekan. Parkovkalar bor. Doğrumuza kelsak, Ataxon supermarket. Nereye tomondan kelsak, benimki eski hammom. Xullas joyimiz mestasına ajoyib zo'rda joylashgan. Qo'shtirama aql-inoq challar bilan tushuntirib o'tsak. Hurmatli obunachilar, kortani to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb yurishlar mumkin joyimizda. Hamma sharoitga ega. Qo'shtirama bor ekan bu yerda. Oyoqlar laminat üstüne gilamlar taşalgan. Hojatxona yumshoq alohida joylashgan. Benim ise hojatxonamiz, stollar bor. Salonlardan yurishlarga chiroyli. Salonlardan juda yo'lakcha. Bu tarafda koridorlarimiz, spalni bor. Endi diski xonamiz. 2 dona odamcha karavot qo'ygan, shkafimiz, dars yozmoqqa stolimiz bor ekan o'rtada. Endiki navbati bir kattalar xonasi. Benim spalni, balkona ega, konditsionerimiz bor. Böyle turmamiz, shkafimiz bor xullas. Endiki navbat bir oshxonamiz, oshxonamizda xolodilnikimiz, kir mashinamiz, timat pechkamiz yine xullas ajoyib g'olqamiz bor ekan. 4 konturli kotlovga. Bir zal kısmı, zalimizdan hamma sharoitga ega konditsionerimiz bor ekan. Ve divanımız, bir de penallarımız, televizorlarımız bor ekan. Chiroyli perdelar qo'yilgan. Dekkan bozor shunda 4-qavatda joylashgan ekan. Narx-navoni ekranda yozib qo'yamiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. 99 074 46 41 ili 91 423 06 aloqa chiqadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Endi boshidagi birinchi videolarga sog' bo'ling.